Pinduoduo haqidagi darslarimiz davom etadi. Ushbu darsda yana bir qiziq va juda ham kerakli bo'lgan bo'lim haqida o'rganamiz. Bu narsa, masalan, sizga nimadir yoqib qoldi Pinduoduo programmasida. Hozir sotib olmoqchimisiz, lekin sizga yoqib qolib, kelajakda sotib olishingiz mumkin deb o'yladingiz va mana shu narsalarni siz saqlab qo'yishingiz mumkin va qachondir kerak bo'lgan vaqtda topa olasiz va buni qanday amalga oshirishni hozir o'rgataman. Bugun Pinduoduo programmasidan tovarlarni korzinkaga olib, ularni buyurtma qilishni o'rganib chiqamiz. Tovarni olib, masalan, mana bu oyoq kiyimni kiramiz ichiga va bu joydan mana bu yo'riqchani bossangiz, siz tovaringiz, ya'ni korzinka degan joyga tushadi. Ana shu bosgandan so'ng u korzinkaga olinadi. Ya'ni buni qayerdan ko'ramiz? Mana bu joyga kiramiz. Bu joydan mana bu yo'riqchaga kiramiz. Kirganimizda boyagi oyoq kiyim turibdi va undan oldin ham men bir qancha tovarlarni o'zimga olib qo'yganman, mijozlarning buyurtmalari, ularni hammasini birma-bir buyurtma qilib chiqishimiz mumkin. Bitta emas, hammasi bittada zakaz qilsak bo'ladi. Masalan, mana shu joyga kiramiz, shu joyga. Bu joyga kirganda oyoq kiyim, mana bu oyoq kiyimni masalan 41 razmer olamiz. Mana bu joyda tovarni rasmi va razmeri yozilgan bo'ladi. Qolganlarini xuddi shunday belgilasak bo'ladi mana. Bunaqa belgilangandan so'ng mana bu qizilni bosib, uni buyurtma qilsak bo'ladi. Buyurtma berish darsligini keyingi videolarda sizlarga o'rgataman.